Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga seximizda ko'rsatib boramiz. Mana abraziz uchun profillar xohlagan rangidan bor. Qaysi biridan desangiz zakaz qilsalaringiz bemalol yasab beramiz. Bu profillar hammasi hozir plastik. Antrasit rang Alta Plus, Aqua Plus 7000 seriya. Bular Mokka. Mana bu tomonida bu tomonda alyumin profillar har xildan bor. Xohlagan rangingizdan, xohlagan profilingizdan bor. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Arzonroqdan tortib balkon profil, mana bu tomonda mana termo profillar ham bor. Termo profillari 3 kamerali bo'ladi, o'rtasida plastik bo'ladi, issiq sovuqdan saqlaydi bu. U tomondan bu tomondan hech qanday issiq, sovuq, shovqinlar umuman kirmaydi. Yana ko'rsatib o'tadigan profillarimizda eng yaxshi hozirgi eng ko'p zakaz qilinadigan zakazlardan Engelbek profili 7000 seriya deyiladi. 70 mm'lik 7 cm bo'ladi. Kamerasi 5 kamera. Sifati ham juda ajoyib, baquvvat bo'ladi. Mana bu Mokka rangi. Juda ham baquvvat. Ichlaridan ko'rsalaringiz ham bemalol bo'ladi. Mana bu yasalayotgan eshiklar oq rangda. Alipro profildan alyumin profili. Eshiklarga 4 tadan oshiq qo'yib, juda ham baquvvat qilib yasalyapti. Hali bular tayyor emas, tayyor bo'lganda yana uстановкаларni qo'yib ko'rsatamiz. Zamoklari ham juda yaxshi, baquvvatdan qo'yiladi bularga. Mana plastik profilimizni ko'rinishi abraziz holatda. Mana 100 so'z ichida metallari bor. Dorilari ham 100 so'z qo'yilgan. Oynalari ham qalindan, to'rtlik oynadan qo'yilgan. Terlamasligiga, sifatini yo'qotmasligiga garantiya beramiz. Har bir profillarda, har bir zakazimizga garantiya beramiz. Yana bitta narsa, o'z vaqtida qo'yib berishimizga 100% kafolati bor. Umuman xudo xolasa biror kun kechiktirmay olib boramiz o'z vaqtida. Mana paquatlari garantiyalisi Kraf o'zining firmasi yaxshisidan bo'ladi. Plastmassalarga esa mana rotor ruchkalari baquvvatdan bo'ladi. Bular umuman buzilmaydi, ertaga atkaz qilmaydi. Sifatlisini qo'yib beramiz. Manzil Samarqand Pazarxon Juma bozori, katta stenka bu tomon, bu tomonda ham stenka bor. Dehqon bozori stenkasi.